Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan filtr metodini ko'rib chiqamiz. Arraylarda uchraydigan filtr metodi nima qiladi? Filtr metodi array ichida berilgan shartga javob beradigan barcha elementlarni olib yangi array qaytaradi. Find metodiga o'xshab ketadi. Faqat find metodidan bitta farqi, find metodi bizga shartga mos kelgan birinchi elementni qaytaradi. Arraydan shunchaki shartimizga to'g'ri keladigan bitta elementni yulib olib qaytaradi. Filtr metodi shartimizga to'g'ri keladigan barcha metodlarni olib array sifatida qaytarib beradi. Yangi array yaratib beradi. Asosiy sintaksi bu yerga array chaqiriladi. Filtr metodi chaqirilib callback funksiya berib yuboriladi. Callback bu funksiyadan keyin ishga tushadigan funksiya. Buni o'tgan darsga chuqurroq tushuntirib bergandim. Ya'ni har bir elementda ishlatiladigan shart true yoki false bo'lishi kerak buni natijasi. Buni yana ko'rib chiqamiz. Filtr metodini ishlatayotgan paytimizda natija yangi array shartga mos elementlar bilan shartimizga to'g'ri kelgan barcha elementlarni olib yangi array tuzib beradi. Kodni tilovat qilib olaman. Bu yerda numbers o'zgaruvchisi e'lon qilingan va 1, 2, 3, 4, 5 gacha qiymat saqlaydigan array mavjud. Pastdan even o'zgaruvchisi e'lon qilingan va numbers arrayga chaqirilib, filtr metodi chaqirilgan va mana bu yer callback funksiya endi. Mana bu yerga n ni joyiga istalgan narsa yozishimiz mumkin. Ya'ni callback funksiyaning sintaksini ko'rgandik. Oddiy qaus va strelka va bu yerda shart. Mana bu narsa shart qismi. Ya'ni shartimiz bir qatorga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz figurali qauslar ochishimiz shart emas, shunchaki to'g'ridan yozib ketsak bo'ladi. Va aytyapmiz n bir necha millisekundlar ichiga mana bu qiymatlarni har birini alohida olib chiqadi va bu yerga keladi. N ni joyiga 1 keladi va bu foiz belgisini JavaScriptdagi vazifasi qoldiqli bo'lish. Misol uchun bu yerga 1 keladi, 2 ga bo'linadi va qoldiq qaytadi. Ya'ni mana bu yerga bu ifoda n ni o'rniga kelgan sonni 2 ga bo'lib qoldig'ini qoldiradi shu yerda. Qoldiq qolmasa 0 qoladi. Qoldig'ini o'zi qoladi. Misol uchun 1 bu yerga keladi, 1 ni 2 ga bo'lganda qoldig'ini necha chiqadi bilmadim. Va bu yerga 2 keladi, 2 ni 2 ga bo'lganda 1 qoladi, 3 ni 2 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladi. Mana shu qoldiq shu yerga keladi va shu qoldiq solishtiriladi. 0 ga tengmi yoki yo'q. Agar 0 ga teng bo'lsa, bu shart true bo'ladi. Mana shu yer bizga true qaytaradi va even degan array ga yuklanadi. Agar shart false bo'lsa, ya'ni misol uchun bu yerga 3 kelgan payti qoldig'imiz 1 bo'ladi, 1 0 ga teng emas, shuning sababidan ham bu shart bajarilmaydi va bu yerdan, ya'ni bu yerdan kelgan qiymat array ga qo'shilmaydi. Va kodni tekshirib ko'ramiz. Node arrays.js. Mana 2 va 4 keldi. Ya'ni 2 ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 chiqadi. Bu bo'lish ifodasini emas, qoldiqni ifodalaydi, bo'lish emas. Bo'lish bo'lsa 2 ni 2 ga bo'lganimizda 1 chiqadi, qoldiq esa 0 bo'ladi. O'sha qoldiq bu yerga keladi. Va natija 0 kelgandan keyin 0 bilan 0 solishtiriladi, natija true. Ya'ni 0 0 ga teng, shuning uchun true qaytadi. Va 4 bu yerga 4 ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq qolmaydi, shuning uchun ham 0. 4 ni 2 ga bo'lsa 2, qoldiq 0. Shuning uchun ham bu yerda 0 keladi. Va ikkita elementdan iborat array qaytarildi. Kodni kommentariya qilaman. Va keyingi misol, agar topilmasa, bizga bergan shartga mos keladigan element topilmasa, nums o'zgaruvchisi e'lon qilingan va 1, 3, 5 qiymatlarini saqlaydigan array bor. Pastdan result o'zgaruvchisi e'lon qilingan va nums arrayga murojaat qilinib, filtr metodi chaqirilyapti va bu yerga yana callback ishlayapti. Mana bu yerda n o'zgaruvchisi bor, ya'ni bu n deb argumentni nomlab olyapmiz va shart qo'yapmiz n katta bo'lsa o'ndan. Ya'ni bu yerga 1 keladi, 1 o'ndan katta emas, false, bu arrayga qo'shilmaydi. 3 keladi bu yerga, 3 o'ndan katta emas, false, arrayga qo'shilmaydi va 5 ham keladi bu yerda. 5 ham o'ndan katta emas, false. Shuning uchun ham bizga bo'sh array qaytaradi. Ya'ni biz bergan shartga to'g'ri keladigan element bo'lmasa, bo'sh arrayni o'zini qaytarib beradi. Agar mana bu yerda 14 ni qo'yaylik, 14 dan. Shuni tekshiradigan bo'lsak, mana 14 keldi. Nimaga bu yerga 10 qo'ymadim? Chunki bu yerga katta belgisi qo'yilyapti. Katta. Ya'ni bu ham false qaytaradi. Agar katta yoki teng deydigan bo'lsak, unaqada 10 ni o'zi keladi. Mana 10 dan iborat massiv hosil bo'ladi. Buni eski holatiga qaytarib qo'yaman va kommentariyaga olaman. Va oxirgi misolimiz obyektlar bilan ishlash. Filtr metodi ko'pincha obyektlar bilan ishlatiladi. Buni eng ko'p qayerda ishlatasiz? Biron bir elementni o'chirish kerak bo'lsa. Biron bir elementni o'chirishga filtr metodidan juda ko'p foydalaniladi. Agar loyiha API bilan ishlamaydigan loyiha bo'lsa, oddiy o'zingiz front-end loyiha qiladigan bo'lsangiz. Users degan massiv bor, array mavjud va buning ichida 3 ta obyekt bor. Obyektlarda name va age xossalari mavjud. Va bu yerda adults degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va users array filtr qilinyapti. Filtr users degan argument bilan nomlab olinyapti. Bu yerda istalgan narsa yozish mumkin va users ni age xossasiga murojaat qilinyapti. Usersga bu yerda o'z navbatda har bir obyekt keladi, navbat va shu obyektning name age xossasi olinyapti. Age xossasiga murojaat qilinib
Bu katta yoki teng bo'lsa 18 dan degan shart qo'yilyapti. Userning age bu yerga keladi. Misol uchun birinchi userning age 20, 20 katta yoki teng 18 dan. 20 18 dan katta lekin teng emas. Bitta shart bajarildi true va bu narsa 18 yangi arrayga qo'shiladi. Ya'ni birinchi Ali useri yangi arrayimizga qo'shiladi, adults arrayimizga va ikkinchi bu yerga Valini age keladi 17. 17 18 dan katta ham emas, teng ham emas, shuning uchun false bo'ladi. Bu Vali obyekti bu yangi arrayimizga qo'shilmaydi. Va oxirgi uchinchi Hasan array keladi, Hasan obyekti keladi. Uning age xossasi bu yerga keladi 25, 25 18 dan katta, shuning uchun ham adults arrayga qo'shiladi. Va buni tekshiradigan bo'lsak, mana name Ali age 20 va name Hasan age 25. Vali bu yerdan chiqib ketdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, shu yerda ham o'chirish jarayoni amalga oshirildi. Misol uchun bu narsa userlar ro'yxatini saqlaydigan biron bir to-do list bo'ladigan bo'lsa, tugmaga bog'lab qo'yib o'chirish funksiyasini tugma bosilgan paytga filtr shu loyihani, ya'ni arrayni filtrlab ma'lumotni chiqaradigan qilsa bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.